Islom 5 narsa ustiga barpo qilingandir. Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad alayhissalom Allohning rasuli deb guvohlik berish, namozni barpo qilish, zakotni ado etish, Baytullohni haj qilish, Ramazon oyida roza tutish. Buxoriy va Muslim rivoyati. Taomning avvalida bismillah degin. O'ng qo'ling bilan yegin va o'z oldingdan yegin. Buxoriy va Muslim rivoyati. Kimki nojo'ya, yaramas ishni ko'rsa, qo'li bilan o'zgartirsin. Agar unga qodir bo'lmasa, tili bilan o'zgartirsin. Agar unga ham qodir bo'lmasa, qalbi bilan o'zgartirsin. Mana shu, ya'ni uchinchisi iymonlarning zaifidir. Imom Muslim rivoyati. Befoyda narsalarni tark qilish kishi islomining chiroyliligidandir. Termiziy va boshqalar rivoyati. Mo'minning ishi ajablanarli, hayratomuzdir. Hamma ishi unga yaxshilik keltiraveradi. Bu mo'minlarga xos bo'lib, ulardan boshqalarda unday emas. Agar unga xursand qiluvchi narsa yetsa, shukr qiladi. Bu u uchun yaxshidir. Agar zarar beruvchi narsa yetsa, sabr qiladi. Bu ham uning uchun yaxshi bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. Ikki ne'mat borki, u haqda kishilarning ko'pchiligi ziyon topib, bebahra qolishadi. Sihat salomatlik va bo'sh vaqt. Imom Buxoriy rivoyati. Agar sizlardan biringiz kishilarga iymon bo'lib namoz o'qib bersa, yengil qilsin. Chunki ularning orasida zaiflar, bemorlar va keksa yoshdagilar bordir. Agar o'zi uchun, ya'ni tanho o'qsa, xohlaganicha uzun qilaversin. Buxoriy va Muslim rivoyati. Ayol qovurg'aga o'xshaydi. Uni to'g'irlayman desang, sindirib qo'yasan. Agar foydalanmoqchi bo'lsang, qiyshiq holidagina foydalana olasan. Buxoriy va Muslim rivoyati. Kim Alloh va oxirat kuniga iymon keltirsa, mehmonini hurmat qilsin. Kim Alloh va oxirat kuniga iymon keltirsa, qarindosh urug'chilik aloqalarini tiklasin. Kim Alloh va oxirat kuniga iymon keltirsa, yaxshi narsalarni gapirsin yoki jim tursin. Buxoriy va Muslim rivoyati. Kishi yaxshi ko'rgan kishisi bilan qiyomat kuni birga bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Agar Alloh huzurida dunyoning pashsha qanotichalik qadri bo'lganida edi, kofirlarga bir ho'plam suvni ham bermas edi. Imom Termiziy rivoyati. Haq bo'la turib janjalni tark etgan kishiga jannat yonidagi bir uyga kafilman. Hazildan bo'lsa ham yolg'onni tark etgan kishiga jannat o'rtasidagi bir uyga kafilman. Chiroyli xulqli kishiga jannatning eng yuqorisidagi bir uyga kafilman. Abu Dovud rivoyati. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga menga vasiyat qiling deb so'raganida, u zot g'azab qilma dedilar.
U kishi bu savolni bir necha marta qaytarganlarida ham u zot g'azab qilma deb aytdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Kishi har bir eshitgan narsasini gapiraverishi uning yolg'onchi ekaniga kifoya qiladi. Imom Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: halokatga olib boruvchi 7 narsadan qochinglar. Ular nima ey Rasululloh deyishdi. Janobi payg'ambarimiz Alloh taologa shirk keltirmoq, sehr jodu qilmoq, nohaq birovni o'ldirmoq, sudxo'rlik, yetimning haqqini yemoq, jang maydonidan qochmoq, begunoh pokdomon mu'mina ayollarga tuhmat qilmoq dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Biror musulmon kishiga zahmat, bemorlik, tashvish, xafalik, aziyat, g'am yetib, hatto bir tikan sanchilsa ham Alloh uning xatolarini o'sha sababli o'chiradi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Kim ota-onasini qarigan paytlarida topsa-yu, ikkovlariga yoki birlariga xizmat qilib jannatga kira olmasa, burni yerga ishqalansin. Burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin. Imom Buxoriy rivoyati. Kim yaxshilikka dalolat qilsa, ya'ni yo'naltirsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati. Kim meni tushida ko'rsa, tez fursatlarda uyg'oq holatida ham ko'radi yoki uyg'oqlikda meni ko'ribdi. Chunki shayton mening qiyofamga kira olmaydi. Ya'ni kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rsa, tez kunlarda o'ngida, ya'ni qiyomatda ko'radi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir kishi kirib dedi: "Ya Rasululloh, menga shunday bir amal ko'rsatingki, agar uni qilsam, Alloh ham, odamlar ham meni yaxshi ko'rsin." Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Dunyoga nisbatan zohid bo'l, ko'ngil berma. Shunda Alloh seni yaxshi ko'radi. Odamlarning oldidagi narsalarga zohid bo'l, ko'z tikma. Shunda odamlar ham seni yaxshi ko'rishadi." Ibn Moja va boshqalar rivoyati. Jamoat bilan o'qilgan namoz yolg'iz o'qilgan namozdan 27 daraja afzaldir. Buxoriy va Muslim rivoyati. Bandaning Robbiga eng yaqin bo'ladigan payti sajdada turganidir. Unda, ya'ni sajdada duoni ko'paytiringlar. Imom Muslim rivoyati. Qaysi bir uyda it yoki jonli suratlar bo'lsa, o'sha uyga farishtalar kirmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Yaxshiliklardan birortasini past sanamagin. Agar birodaringga ochiq yuz bilan yo'liqib bo'lsa ham, ya'ni birodaringga ochiq yuz bilan yo'liqish ham yaxshilikdir. Imom Muslim rivoyati. Biror ovqatni yeb hamd aytgan, biror ichimlik ichib hamd aytgan bandasidan Alloh taolo
albatta rozi bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. Qiyomat kuni bir kishi olib kelinib do'zaxga tashlanadi. U kishining qornidan ichak chavaqlari chiqib, xuddi eshak tegirmon atrofida aylangani kabi aylantiriladi. Keyin do'zax ahllari uning oldida to'planib, "Ey falonchi, senga nima bo'ldi? Sen yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarar eding-ku" deyishsa, u kishi, "Ha, to'g'ri, yaxshilikka buyurib, o'zim bajarmas edim. Yomonlikdan qaytarib, o'zim qilar edim" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Kimki birodarining obro'si yoki boshqa biror narsasiga zulm qilsa, dinor va dirhamlar foyda bo'lmaydigan kun kelishidan oldin mana shu kunda rozi qilsin. Agar bunday qilmaydigan bo'lsa, qiyomat kuni zolimning yaxshi amali bo'lsa, zulmning miqdoricha mazlumga olib beriladi. Agar yaxshiligi bo'lmasa, mazlumning yomonligidan olib zolimga yuklanadi. Imom Buxoriy rivoyati. Sizlardan birortangiz nomahram ayol bilan tanho qolmasin. Lekin u bilan biror mahrami bo'lsa, unda zarari yo'q. Buxoriy va Muslim rivoyati. Muaviya ibn Hayda roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radi: "Ey Allohning rasuli, bizlarning zimmamizdagi xotinlarimizning haqlari nima?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "O'zing ovqatlanganda unga ham yedirmog'ing, o'zing libos kiyganingda uni ham kiyintirmoqliging va yuziga urmasliging, Alloh seni qabih etsin deb so'kmasliging hamda uyingdan tashqari joyda arazlashmasliging" dedilar. Abu Dovud rivoyati. Qur'on o'qinglar, chunki u, ya'ni Qur'on qiyomat kunida o'qiguvchilarga shafi bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. Agar kishi xotinini biror hojatiga chaqirsa, u xotini tandir yonida bo'lsa ham kelsin. Imom Termiziy va Nasailar rivoyati. Agar kishining kishiga sajda qilishi mumkin bo'lganida, xotinlarni o'z erlariga sajda qilishga buyurgan bo'lardim. Imom Termiziy rivoyati. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men yetimni o'z qaramog'iga olgan kishi bilan ikkovimiz jannatda mana shunday bo'lamiz" deb ishora va o'rta barmoqlarining orasini ochib ko'rsatdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Sizlarga ahli jannat kimlar ekanligini aytaymi? Ular har bir zaif va odamlar nazariga ilmaydigan bechora hol kishilardir. Agar bu zaif kishi Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichsa, qasamining ustidan chiqadi. Ogoh bo'linglar, sizlarga ahli do'zax kimlar ekanini aytaymi? Ular qo'pol, dag'al, gerdayib yuruvchi mutakabbirlardir. Buxoriy va Muslim rivoyati. Qo'ylar orasiga ikki och bo'ri qo'yib yuborilganida, ularni qay tarzda barbod qilsa, kishini mol dunyo va sharaf izzatga bo'lgan hirsi undan ham ko'proq
fasod qiladi. Imom Termiziy rivoyati. Sadaqa berish bilan mol dunyo kamayib qolmaydi. Alloh taolo kechirimli bo'lgan bandasining izzat sharafini ziyoda qiladi. Kishi Alloh uchun o'zini hokisor tutsa, Alloh taolo uning martabasini baland qiladi. Imom Muslim rivoyati. Agar Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, Jabroil alayhissalomni chaqirib, albatta Alloh taolo falon kishini yaxshi ko'radi, sen ham uni yaxshi ko'rgin deydi. So'ngra Jabroil alayhissalom osmon ahllarini chaqirib, albatta Alloh taolo falon kishini yaxshi ko'radi, sizlar ham uni yaxshi ko'ringlar deydilar. Bas osmon ahli ham yaxshi ko'rishadi. Keyin bu narsani yer ahli ham qabul qilishadi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Agar sizlar gunoh qilmasangizlar, Alloh taolo boshqa bir gunoh qiladigan xalqni yaratadi. Ular gunohlarga istig'for aytishadi va Alloh ularning gunohlarini kechiradi. Imom Muslim rivoyati. Ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening yelkamdan ushlab dedilar: Ey Ibn Umar, dunyoda go'yoki g'arib yoki yo'lovchi musofir kabi bo'lgin. Agar kechlatsang, tong bo'lishini kutma. Agar tong ottirsang, kech kirishini kutma. Sog' paytingda kasal payting uchun ham tayyorgarlik qilib ol. Hamda tiriklik paytingda o'liming uchun ham tayyorgarlik qilib ol. Imom Buxoriy rivoyati. Alloh taolo aytdi: Ey odam bolasi, sen menga duo qilding va mendan umid qilding. Men esa seni gunohingga ahamiyat bermasdan kechirib yubordim. Ey odam bolasi, agar gunohing osmon buluticha bo'lsa ham, menga istig'for aytsang, gunohingni kechiraman. Ey odam bolasi, agar menga yer to'laligicha gunoh bilan kelib, so'ngra menga biror narsani shirk keltirmasang, yerning to'laligicha mag'firat bilan boraman. Imom Termiziy rivoyati.